Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi mehmonimiz Massa. Bugun o'z nima qilamiz? Grutelka ishlaymiz. Grutelka gap yo'q. Massada ozgina travma bor oyoqda, o'shaning uchun. Aytgancha shunisi bor. Buni Hozir oyoq ishlamayapti. Tepaga ishlashga qaror qildik. Lekin men bilaman, sizlar ming marta ko'rgansizlar, bizning tosh ko'tarishimizni, bizning dunyoqarashimiz, fikrlashimiz, bizning maslahatlarimiz sizlarga qiziq. O'shaning uchun bugun maksimal darajada Massaning shaxsiyatini ochishga harakat qilaman va videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa video qanaqa bo'ladi? Olovdan bo'ladi. Baxtli bo'lish, o'z ishini qilish, yaxshi ko'rgan ishini qilish, bu orqali pul topish va oilaga vaqt yetkazish. Давай. Zo'r. 3. 4. O'zim bilan o'zim balki poyga o'ynashimdir. Qanaqa edim, qanaqa bo'ldim. Men shu narsada kundan kunga menimcha o'zimni rivojlantirishim, tuning qilishim, yangi natijalarga erishishim. Aynan shu 1 yilga orqaga qaraganda 1 yil oldin nima yo'q edi, nima bor, mana shu narsa menimcha har doim shu kundalik o'zim bilan o'zim musobaqa. Mana shu narsa bizga motivatsiya beradi.